Menimcha hamma yoshlikda mini o'yinini o'ynagan bo'lsa kerak. Yoki o'zini telefonida yoki adasining telefonida shu o'yin konkretni bo'lgan. Xuddi shu o'yinni real hayotga ko'chirib 1 million so'm sovrin tikib video olishgan ekan. Xuddi shu videoga endi obloshka dizayn tayyorlaymiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki foydali va qiziqarli ma'lumotlar вообще ko'p. Yo'q. To'g'ri, rasmga olish bo'yicha ja professional emasman-u, qo'ldan kelgancha endi u yoqqa o'zingizlar baho berasizlar. Ishimizni birinchi bo'lib fayl ochib olishdan boshlaymiz. Bunda 1920 ga 1080 mana gorizontalli bo'lishi kerak. Resolution'ni 150 qilib qo'yaverasiz. Xo'p, ochgandan keyin boya birga rasmga olgan insonimizni Photoshopga tashlab olamiz rasmlarni. Keyin bunga ideya qo'llariga tipi bombani qo'yish kerak. Sekin pen toolni olib obyektimizni kesishdan boshlaymiz. Mana bular ko'rayotgan bo'lsangiz glitch berib ketilgan. Buni avtomatik beryapti. Вообще meni qo'limdan o'tdi-da, biroz berganimdan. Qaysi rasm ko'proq yeydi deb o'ylaysizlar? Bumi? Endi bu bo'lmasa kerak buni. O'chiramiz. Mana bu. Bu bor. Bumi bangalokkanini bunaqa qilib turasizlar, to'g'rimi? Misol, mana qarab turasiz. Vo, desam misol pirog pishirayotganlar, misol yeyishi mumkin ko'proq. Mana o'z turisi qanaqa hayajonli narsa bo'lsa. Yaxshimikan yoki-da menmi yaxshimikan? Yaxshi bo'lsa kerak menimcha. Bo'ldi, mashina bosib yuboramiz unda. Mana bu narsaga udalit qo'yamiz-da. Hop, bizni fripiki bera olishdan oldin bu obrazetsni sal kattalashtirib, ozgina mana chiqib turibdi, tepasida ozgina joy qo'yapti. Fripikga kiramiz. Fripik o'zida yaqinda chiqqan o'sha shu bo'lgan nano bananani qo'shgan o'ziga. ChatGPTga kiramiz-da, biz so'raymiz. Xo'p, bizning suratimiz bor va bu suratni bomba ushlab turgan holatda rasmga olganmiz, ya'ni tayyor. Shuni kattaroq qilib bomba joylashtirish kerak qo'llarini ichiga deb yozdi. Shunga prompt yozib ber bizga. Hop. Mana bu eslatma ham beryapti. Haqiqiy qurol, portlatma, zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi tasvirlarni yasash xavfli bo'lishi mumkin. Bilaman buni bo'talo. Tekstni mana shu joyga yozib olamiz. Keyin mana eddan o'zimizni boya eksport qilgan rasmimizni qo'yib olamiz. Hop, otilmaydi test 1. Joylashtirdik. Keyin buni generate'ga berib olamiz. Modelni auto qilib qo'ydik aytgancha. Farqi nano banana boshqami, o'zi eng yaxshisini qaysi biri ko'proq tushadi, o'shani o'zi avtomatik tanlab beradi. Keyin ikkita variant chiqarib berishni tanlab qo'ydik. Hop, bizga mana generatsiyalarni chiqarib berdi. Уже ahvol ancha og'ir. Modelni hop. Rasm maqtashayotganman, nano bananaga qo'yib qo'yaylikchi. Balki promptida xatolik bo'lgandir. Nice. Bitta qo'lni mana yo'q ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana bizga aytdik, promptida qat'iy ta'kidlang dedim. Xato bo'lib ketib qopti, ta'kidlangan ikkita qo'lni ham o'z holatida qolsin, bomba ham kattaroq bo'lsin dedi. Hop, buni kopirayt qilib olib, yana flipga tashlaymiz. Hop, modelni yana autoga o'tkazib qo'yamiz. Ikkita variant chiqarib beradi. Mana bombani qarang, yonayotgan joylarga ahamiyat bersangiz, u yonmayapti-da, mana nima qilgan apshak, mana tutyapti. Ozgina uchqun bilan tutdi o'zi tegi. Xullas, multfilm qilib tashyapti-da bular. Ayda ham qilsa bo'lardi-yu, namuncha bunchalik vahimali narsa deyishgani uchun ko'rsatib beraman. Mana misol ayda qilingan, mana bularni ham tabiiy qilgan. Prompt mukammalroq bo'lishi kerak yana. Misol uchun bunaqa bombalarni ko'rishingiz mumkin. Bizga shunga o'xshash-u, bu ham 20 endi. Bu birinchi smart obyekt qilib qo'yish kerak. Bo'lmasa katta kichik qilganingizda piksellar o'ynab ketadi. Smart obyektda bo'lsa o'ynamaydi, shu o'zini tabiiy yaxshi kachествосida o'zini ushlab qoladi. Bizga qiladigan narsa ham qo'llari bor-ku, shuni kesib olib, ozgina o'zlariga yaqinroq qilamiz-da qo'llarni. Bombani bo'lsa kattaroq bo'lganda, jam unchalik emas-u. Ozgina kattaroq bo'lganda mamnunroq bo'ladi. Demak, o'ng tarafga taqiladi. Ikkita qilib olamiz, chunki bittasi qo'lga javob bersa, ikkinchisi o'sha odamning tanasiga. Painterni kesibroq olaylik, endi professionalroq bo'laman. Hozir men uni tez kesadiganlarga gapirsam, dodlashadi qulog'im.
Tegi. Prost pen tool nimasi yaxshi? Mana bu kesayotganingizda piksel qilib tashlamaydi. Anu g'adir-budur chiqaraveradi. Mana tekisroq kesadi. Kasviyroq ham bo'ladi ancha-muncha. Ayniqsa bunaqa fundamental narsalarni pen tool kesgan yaxshi. Ana mayda-chudalarni endi tezlashtirib-da, shunaqa kesib olsa, u hech kim sanaqa qilmaydi. Buni kesing. Asosiysi eplab olsangiz bo'ldi. Rasmni ham 1000 kameradan olsa ham anaqa blur qilyapti-da, chunki mana meniki fokus bergan, meniki fokus bera olganda, men ikkinchi qo'liga. Meni qo'l blur bo'lib ketgan. Mana ichlarini ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bunaqa tushunarsiz bir nadirlar qilib tashlagan. Hozir buni ham sekin mana bitta bundoq to'g'rilab olsa, обычно muzika eshitib ish qilardim, to'g'riroq men g'oyasini o'ylab bo'lgandan keyin qo'ygan protsess qilayotganda muzikami, podkastmi, ana ilmiy narsalarmi, ma'ruzami farqi yo'q. Mana endi Ctrl Enter bilan buni maska berib olamiz alohida qilib. Bo'tdan yana bitta maska ochamiz, keyin boyman soch tashlab ketgan joyimizni maskani 2 marta bosib, buni ham tozalab olamiz bunday qilib. Hop, ozgina teparoq chiqar ekanmiz. Ozgina bundoq qilamiz. Menimcha yetadi shu. Bo'mamizni mana ushlashga уже удобныйroq bo'ldi. Mana endi ozgina yalatib olsak, hardness 100 qilamiz. 100 ma'mul ham 100 tursa ham tekis bundoq qilib kesib yuboramiz. Shiftni bostirib bitta bu yoqqa ursa mana. Hop, endi bo'mmani qo'llar ustiga men qo'llarni ham chiqarib qo'ysa bo'ladi. Oxirgi barmog'iga ham bo'ma tushishi kerak, shu joylari ham bor. Bo'ma ozgina o'nroqga suljishi kerak ekan. Chunki mana buni ozgina bu yoqqa qilamiz. Bo'mmani ozgina bundoq qilamiz. Bu yerda mana shu joylar kesiladi. Mana bularni olib tashlaymiz. Mana belgilab oldik. Mana shu belgilagan joyimizda endi boyda 100% qilib turib, mana bunaqa o'chirib tashlaymiz. Bu shunda mana bu layerdan yo'qoladi. Bu layerda faqat namuna o'zi qoladi. Xohlasanglar mana brush o'zida ham mana bunaqa o'chirib chiqsa bo'ladi. Bundoq qilib. Xo'p, mana birinchi qo'l tayyor. Keyin bu orqadagi qo'li. Orqadagi qo'li faqat mana shu joyi qolsa ham bo'lar ekan. Hop, bularni bitta pastga olib tushamiz-da, buni mana ikkitasidan bitta kopirovat qilamiz, ham eskidan o'chirib qo'yamiz. O'chirib qo'yganimiz nimaga? Bu запасной qilib qo'yamiz bularni. Bundoq qilib, buni yana bitta smart obyekt qilib olamiz. Chunki mana bu yerda уже mana edit bilan botdan mana o'zi o'chirib ham tashlasa bo'lar ekan, o'zi mana bundoq qilsa to'g'rilanadi mana. Hop, qo'l qismi ushaldi, endi buni ustida yana ishlanadi. Ozgina chiqqan joyi bilan imashni ham yana bitta pechatlab yuboramiz. Shularni ham bundoq qilib okamizni ham keyin naqdan o'chirib olish kerak ekan. Yozuvlarni ham ozgina endi e'tibor qochirish mumkin. Shularni to'g'rilab ketsa ancha yaxshi bo'ladi. Fokus tortmaydi o'ziga chunki. Shuni o'chirib yuboramiz. Uchlarigacha soya berish kerak edi. Keyin bu yog'ini oqda shu nur tushayotgandek qilib olish kerak. Mana buni 100 qilib turib, mana buni 21 da bersa, qilib qayta ishlayveramiz. Qizartirib boshqa bo'ldik. Keyin mana okamizni tinglashtirib olish kerak. Buning uchun Ctrl Shift Alt bilan kamera ro'dan teksturasini ozgina ko'paytirsa, mana уже ozgina clarity bersa, уже grain 4 ta yetadi, 4 chimdim. Keyin sharpnessdan ozginani ko'rsa, mana sharpness ancha ochib beradi. Ya'ni 100 qilmaylar-yu, 150 qilmaylar-yu, 34 da ham bo'laveradi.
bor. Camera Raw bilan mana bu toolda to'g'rilab chiqishimiz kerak. Okay. Yuzni tozalab olgandan keyin buni ham Smart Object qilib, Ctrl Shift Alt bilan yana mana bu yuzlarni Noise Reduction degan narsa bor. Mana bu narsa buni silliq qilib beradi mana. Shuni faqat kerak joyiga to'g'rilab chiqishimiz qoldi. Shuni Noise Reduction berib, Ctrl Shift Alt bilan yana qaytarib olamiz joyiga. 49 qilsa ham bo'ladi. Mana buni tekislab olamiz. Amplitude grain shunday sal tushunarliroq qo'ygan ekan. Yuzni mana shu chizayotgan qismlarni siz ham qilsangiz, ancha yaxshi bo'ladi. Mana ko'zda bunaqa qovoqlari bor, boshqasi bor, shu joylariga mana burunga yaralardan tozaladi, tekisladi, tinglashtirdi, tinglashtirgan joyi, ko'zlarni oqartirdi, kerak joylarga nurlarni ko'paytirdi, keyin soyani ko'paytirdi. Ranglarni to'g'rilab chiqishga ham selective color shikalatni beradi вообще. Qizil nomi o'zingiz ko'rib qaraverasizlar. Bizning положениеda bu juda shart emas, chunki rang yomon emas o'zi, tabiiy. Bizga bo'lsa ozgina selective color yordam tegadi. Buni ozgina bunday qizartirsa, mana bu joylarni ozgina o'pmas. Ozgina qizirish qilib, sarig'ini gruppalab qo'ysanglar, adashib ketmaysizlar. O'zingizga ham qulayroq, приятныйroq bo'ladi. Mana levels tashlatsanglar, levelsni o'rtadagi anaqalarga javob beradi, mana qizartiraveradi o'rtadagi balansdagi ranglarni. Yo'kida mana oqartirib, ochartiraveradi. Mana bu tigi bo'lsa bu oqlarni yana ham nima qilib qo'yadi. Qoralarni bo'lsa yana ham oqartiraveradi. O'shanga levels ham ancha aqlli narsa. Endi mana Bratni ham to'g'riladi, backgroundni ham to'g'riladi, o'ng chap qo'llari, bomba, boshqasi to'g'rilandi. Endi bo'lsa, buning backgroundini topish kerak. Background o'sha videoni boshida aytgandek, backgroundiga minadan background tayyorlaymiz. PNG'lar uchun, mana shunday backgroundlar uchun FreePik ancha yaxshi, aqlli. Ko'pincha shu FreePikdan foydalanaman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Xo'p. Cho'ti FreePik tushunmayapti. Mana shunday endi maqtab turgani parod qiladi-da bular. Backgroundni men Chromedan ham qaradim, FreePikdan ham qaradim, to'g'risi ko'p variant topamadim. Yaxshi YouTube'mikin deb, keyin YouTube'ga kirsam, YouTube'da normalniy variantlar bor ekan. Shu variantlardan hozir endi foydalanamiz. Mana misol uchun mana shuni o'zidan screenshot qo'ysa bo'ladi. Mana bizga kerakli background ham topildi. Endi buni ozgina kattaroq olamiz-da. Mana ishlarga qilsak ham bo'lsa kerak. Ozgina bo'shliq oladi-da joy. Mana. Buni blur qilsa qanaqa turar ekan? Ozgina blur bersa ham ekan. Ozgina berar ekanmiz. Ikkilami, birmi? Ozgina. Ikkila yaxshi bo'lsa kerak. Xullas bu yerda shu 1 millionni bombani ustiga yozsa, o'zi hozir variant kelib qoldi. 1 million qilib uzun qilib yozsa ham bo'ladi-ki, bir qo'yib turib millni, ya'ni millionni qisqartmasini ham qo'yib ketsa ham bo'lar ekan. Menimcha shu 1 millionni shunaqa ikkinchi variantga yetkazib bersa yaxshi bo'lsa kerak.
Hop, mana videoning ikkinchi bo'limi. Nimaga ikkinchi davomi? Chunki men ozgina havo almashtirib kelganimdan keyin buni hozir tayyorlagan ishlarimizni aybi ochildi. Sizda ham xuddi shunaqa holat bo'lsa, ya'ni kimdir feedback berishga odam bo'lmasa yoki ko'ngli ozgina tortmayotgan bo'lsa, ozgina havo aylantirib, ko'chaga chiqib aylanib kelganinglardan keyin uje hammasi ayon bo'ladi. Nimani to'g'irlash kerak, nimani joyida qoldirish kerak. Hop, biz tayyorlaganimiz shu holatda edi. Bunda keyin men ko'zim tushgan narsalar hozir bu emas, mana bunaqa holatda edi. Greta mana shunaqa edi. Men bu qo'l bilan yelka mamlari mos tushmayotgan ekan, notabiiy bo'lib qolgan ekan. Shunisini ko'rib qoldim. Keyin buni hozir enhancerni to'g'rirog'i men qo'llarni bu yoqqa olib o'tdim. Men bu o'ng qo'l, chap qo'lni mana bundoqroq edi. Men bundoqroq tengshukroq mana bunaqaroq turgan edi. Shuni to'g'irlab, men shu o'ng ozgina surdim. Keyin akamiz o'zlarini mana bu o'zlarini kamera naqay kirsak, mana bu yerda editda mana puppet warp bor. Puppet warp deyiladi, xullas. Mana shu yerda mana buni bundoq yurg'izsak, nuqta qo'yib olib, mana shu yerga bundoq yurg'izsak bo'ladi. Mana shunaqa qilib yurg'izib to'g'rilab chiqdi u. Hop, buni o'zi bittalab videoni boshidagi ko'rsatib ketmoqchi edim, lekin men bitta kompyuter yozayotgan zapis bo'lmay qolibdi. Shunga hozir endi men qisqacha tushuntirib ketaman, nima qilingan edi. Hop, mana shu chap qo'l to'g'riladi, yelkani to'g'riladik, ozgina qizillarni yana ham to'g'rilab, keyin uje enhancer berdi. Enhancerda ham rosa qiynadi. Bittaniga keltira olmadi u. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana sochlar jingalak qoldi. Hop, mayli jingal bo'lsa yonmas desa u. Keyin mana qo'llarni yaxshi o'qishta olmadi Fripik. Boshiga yaxshi o'xshadi, keyin mana tinnulikning ustidan yana berib, yana bir ikki joylarni, ayniqsa mana bu joydan to'g'rilab berding desa, bunga uje aqli yetmadi. Shuning uchun keyin biz ham eng hozirda mana barmoqlarni mana bunaqa turgan joyda mana bunaqa o'tkazdik. Buni ham ustida ishlandi. Keyin sochni ham to'g'rilab berdi. Bu Crea'n enhanceri. Har doim pulli narsa zo'r bo'lib chiqurmaydi. Nima desa bo'ladi? Fripik zo'r har tomonlama. Bir xil jihatida, ayniqsa mana soch yoki mana qo'llarni, ayniqsa ko'nglim to'ldirmayotgan narsalarni Crea'n enhanceri shu tekillik formatida zo'r qilib berdi. Keyin buni ustidan Fripikda buni tashlab, yana mana buni sozlab oldi. Yana bir ikki joylarni keyin ozgina qizartirib olgan ekan. Bunga ham color balance bilan ozgina qizilni ozgina o'ldirdik. Biz endi akamizni yuz qismlarini, sochlarini to'g'rilab berish kerak. Men bu o'sha esida bor glitch berib olgan edi. Mana bu glitch effekt berib olgan kameraning o'zi. Shuni bizlarga Crea'n enhancer to'g'rilab berdi. Mana bunday qilib quloqlarning ustida yaxshi ishlamayapti o'zi. Mana bunday qo'ryapti. Ko'k ko'rasizlar, ko'k hali ketmagan. Shunga Fripikga kerakli joylarni olamiz-da. Qolgan joyiga mana Crea'n enhancerda mana shunday joylarni to'g'rilab chiqamiz. Xo'p, quloqning ozgina mamtlarida muammosi bor ekan. Bunga ham yana bitta Ctrl Shift B bilan rasm qilib olib, ustidan menimcha oddiy bo'yab yuborsa ham yomon bo'lmas kerak. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, qizil aralashib ketgan, qizil sarg'ayib ketgan shu joylarni ham tanlashtirsa, keyin bitta ustidan rang berib olish qoldi. Kamerada to'g'rilab mana qilib o'tamiz. Mana bo'ylarni, boshqasini to'g'rilamiz. Shu bilan pashti kameramiz bitib qoldi. Hali bor-ku. Hali bitta kamera, okey, anaqa bizlar hozir. Ko'rsatadi, okey, ijodimga. Yo'q, bombasi bo'pti-yu, ha? Men amalladi endi men uchun. Men o'z dollar qo'ya olmoqchi edim. Nima deysiz? Yo, million yaxshi bo'ladi. Dollar Bo'lmaydi. salani bo'lib qoladi. Yolg'on bo'lib qoladi-yu, yolg'on ishlatsa. 1 million yaxshi lekin. Bu yoqqa qaramaganim, bu yoqqa qaraganim qo'yganingiz zo'r chiqdi. Ko'zi. Shu men strelka bor o'zi. Ablushkalarda strelka bilan qiladi. Nima bo'lsa sizlarga ham aytib qo'yaman. O'zingizdan bilasiz. Strelka bilan olib borsa, mesela qo'li bilanmi, ko'z bilan olib borsa, shunga qaraydi-yu. Sразу mamutdan kelib turib, 1 million ko'z tushadi. Bombaga odam klik qilish koeffitsiyenti oshadi endi. Xudo xolos. Buni bitta kamerada ozgina ishlatib olish qoldi. Shundan keyin ham xudo xolos aniq ko'rasiz.
Xo'p, mana men bitta gruppalab qo'ydi. Общий shu upscale'larni, enhancer'larni. Keyin yana bitta slov ochamiz-da. Bunga ham Ctrl Shift Alt E bilan bitta rasm qilib olib, Smart Object qilib olib, to'xtatib turaylik bu yerda. Mana kamera row'imiz bor bitta. Qolganlar mana enhancer endi bular. Orqadagilar enhancer. Keyin bitta kamera row'da sochlari bosh joyi tiniqlashtirilgan. Keyin mana bitta yana bitta Ctrl Shift Alt bilan kamera row ochib olamiz. Keyin teksturalarni yana bitta ko'zdan kechirib chiqamiz. Общий endi ko'rinishiga beramiz. Mana bitta highlightlarni, shu yorug'liklarni, ya'ni inglizchasini bilasizlar degan bittaman. Lightdan ozgina ushasi. Yana bitta havo almashtirib kelishim kerak menimcha. Endi mana buni yana bitta rasm qilib olamiz. Keyin buni yaxshi. Buni Smart Object qo'yganimiz yaxshi. Gaussian-larga ozgina blur beramiz. 5 lar ham bo'lib qolishi kerak. Buni screenga o'tkazamiz modini. Keyin mana buni maska berib, nurlarni kuchaytirib olamiz ozginadan. Mana shunaqa holat. Menimcha javna yonmasi kerak. Endi yaxshimi yonmasini kommentariyada yozib qoldirsanglar, uni ham navbatga olamiz. Qaysi joyda nima qilgan yaxshi edi, shunaqa qilgan yaxshi edi deb o'tsanglar, xursand bo'lamiz. Xo'p. Color balance dan ozgina ko'proq, ozgina highlightni ozgina qilsa, umumiy mana shunaqa. Xudo xolasa mana shu final bo'ladi. Mana shu bilan bitkazordi. Avazbek, mana endi ko'rsangiz bo'ladi. Hozir ham ko'rib ketgan joyingiz mana bunaqa edi. Keyin hozir mana 5 minut ichida yana mana bunaqaga o'tkazdi. Burasi mana bitta keyin mana bombani nurshok ozgina bo'rttirdi. Mana bitta yonvoqqa mana bu joylarini bo'rttirdi. Mana peshinaga, mana yuziga tushayotgan ozgina bo'rttirdi. Keyin rangi ozgina ko'kish berdi. O'rta qatlam nurlar bor-ku. DaVinci da ishlagansiz bilasiz. Shunaqa berdi, keyin bo'ldi. Subnail bo'ldi, subnail. Subnail. Videoni ko'rdinglar. Mana shunaqa holatgacha birga olib chiqdi. Shunga o'zingizlar fikrlarni kommentariyga yozib ketsanglar bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki xudo xolasa bunga o'xshash qiziqarli, foydali, keyin mana shu dizayn bo'yicha ketmoqchi bo'lsanglar, ancha foydasi tegadigan videolarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosishni ham esingizdan chiqmasin. Agar mana shu sohaga qiziqadigan yaqinlar bo'lsa, tashlab qo'yishni ham unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.